Onajonlar, sizlar bilan ustachilik qilamiz. Qanaqa qilib deyapsizlarmi? Shu oshxonam bitmadi. Bundagilarning nomini topgan inson kommentariyaga yozib qoldiring. Men futbologger emasman, lekin qiziquvchanman, ishtiyoqim juda ham baland. To'rtta qip-qizil olmani olamizda artishga tushamiz. Hammasini archib tozalab bo'lganimizdan keyin esa qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Juda ham ajoyib. Gazda qizib turgan tavamizga solib, ustidan 1 stakan shakarni solib, qizarguncha qovurib olamiz. Qizartirib olganimizdan so'ng sovitkani qo'yib, 3 ta tuxumni olib, bir-ikki-ketinlikda chaqib, ustidan 1 stakan shakarni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Tayyor bo'layotgan massamizga yarim choy qoshiq non sodadan solib, 1 piyola unni qo'shib, tayyor holatga kelguncha massa qilib qoramiz. Aytganchalik onajonlar, meni yodimdan ko'tarilibdi. Agar bo'lsa, sut yoki qatiq 1 piyola qo'shib yuboramiz. Tayyor bo'lgan massamizni listga tayyorlab, birin-ketinlikda birinchi olmani sovigan holatda yoyib chiqamiz. Tayyor massamizni yoyib chiqqan olmamizning ustidan quyishni boshlaymiz va tekizlab olib, 20 minutga pechga yuboramiz. Juda ham chiroyli pishib tayyor bo'lib chiqqan. Endi keyingi listga og'darib olgan holatda birin-ketin rulet shaklida o'rab olamiz. Jonlar, xohlagan shaklingizda bezatib olishingiz mumkin. Men saharni pudradan foydalandim. Bay, ishtahani ham ochib boryapti. Yoqqan bo'lsa, albatta tayyorlab ko'ring. Bu olmali pirogimizni mazasi og'zingizda qoladi.